Salom bola, Mars va YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Va nihoyat mana bu sizlar yangi videolarimiz bilan kutib turibmiz. Ya'ni bizda endi bugun bayram, orqamizda qanaqa o'yin borligini hozircha eslatib turamiz. Mana aylantirib tashlayman. Do'stlar, YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Hozir men bu uyga kirib sizlar обязательно bitta video ko'raman, chunki bu cheatishni emas, просто biz bu yerga просто obzorga kelamiz. Obzor qilish uchun hovlisiga kirib beraman. Ichiga kirishga ruxsat berishi ham ko'rsatib beramiz. Bolalar, ko'rishga tayyormisizlar? 3, 2, 1. Do'stlar, qaysi o'shyapti, bitta e'tibor berib qarab qo'yinglar. Men uyda yolg'iz, ya'ni один дома хон alon uydaman, ya'ni uyda yolg'iz qolgan bolaning uydaman. Mana o'sha Kevin McAllisterning uyi. Oy, katta chiroyli chiqdi. Mo qaranglar do'stlar, mo qaranglar. Voy, men kameralarni qo'yib qo'yish hozirchalik, lekin dahshat qilib qo'yishgan edi. Voy, menga archada ekib butala o'rnatib, voy. Voy, mana cho't qilib qo'yishdi. Voy, uni orqa tarafiga qo'lda aylab o'tamiz. Orqa tarafda mana uycha bor ekan. Ya'ni osilib tushgan Kevin uychasi bo'lardi. Bu O'zbekistonni ko'rishda ham muhim. deb hazırlashaman. Xudo xohlasa shu uyni O'zbekistonda quramiz. Voy, men kamerali filmni ko'rsatyapti. Nima bor deydi, o'rlashadimi? Voy, kiramiz. Ilyos ruxsat berdi. Ilyos ketdi ishiga. Notlayamiz. Kameralarga shuni narsa qilib. Endi qo'yam urgan garajga urali oldin. Uydan şey sotib olasizlar, uy ichida portlab ketgan narsalar borgan deyishdi. Mayli, nima qilamiz deydi. Bosirdik. Mo'g'ri, mashetdan eplashibdi, mana mashetdan. Hozir bir nima qarashni, uy ichida hech narsa yo'q. Mayli, endi yana qilishardi, yana mebellarni bo'shatishibdi boshqatdan. Ichini bo'shatishgan mebellarni, to'g'ri gap, ichiga kirsa bo'lmaydi. Mebellarni bo'shatishda ikkita uyga mebel olib kelishgacha men bularning oldiga to'chigaman. Shuni bilan bir devor uyimiz mana. Mashatiga alohida e'tibor berildi, maydan chiqarilgandi. Uy tekis ketagan bu, ya'ni tek mashatdan. Jichimni chiqarib qo'ygan, 3 cm shuni chiqarib qo'ygan. Bular nimaga bunaqa qovoqchalar qo'yib qo'ygan, ya'ni o'rimcha uyalari, skelet kallalar qo'yib qo'ygan desanglar, yaqin 31-oktyabr Halloween bayrami bo'ladi axir. Halloween bayrami, Halloween. Lekin biz bu Halloween bayramini nishon ola olmaymiz. Axir sizlar kanalimizga obuna bo'lsanglar, balki shu Halloween bayramini shu uyda kutib olamiz. Halloween bayrami qanday chiroylidir, shu uyda ichlarini ham dahshat bo'lib bitsa kerak u bayramgacha. Axir u bayram kelib qoldi, axir kelib ham bo'ldi. Lekin bu uyning ichida narsalar hali tayyor emas. Orqasiga narsa bor, shili orqasiga uy bormikin? Uyda hech kim yo'q, to'g'ri gap mana. Qo'ylar qo'yorishibdi. Uy meniki bo'lgandi, lekin men bu qo'ylarni chiqarib yubordim siraldi. Yeb tashlabdi. Ishqilib egasiniki bo'lganda. Yetti orqa o'tarish. Hop. Uy maydan. Buton shu bo'ladimi deb o'ylasam, yo'q, shu bo'lmas ekan. Rushuklarni yopib tashlashdi. Yaqinda manidan yopib tashladi, archa tegmasin deb. Uni yopib tashladi, yaqinlarni yopib tashladi. O'tlarni yopib tashladi. Do'stlar, mana bor ekan hali ham uy. Voy, oh my gosh. Uy hali ham bor ekan. O'tib borarmidim, chiqsak. Qorovuldilar, demasa bo'ldi. Uy hali ham bor ekan do'stlar, orqasidagi. Voy, malatsinda degan, hop, ana barakalla o'tib oldik. Uy yo'q axir.
Voy do'stlar, uy ichiga kirishga ruxsat bergan, albatta video kamera bilan. Kirib shuni uchardik. Voy cho'tka qilib qo'yibdi mo'g'aranglar. Nima bu? Nima? Qanaqa joyga ketib qoldim? Kevin McAllisterlar ekan. Voy, buni men hozir borib qishlog'imga borib tez kelib kelsam bo'lmaydi. Hozir buni uy egasi bilan narsa qilamiz. Voy, beyda ham narsa qo'yib tashlashdi. Agar filmimizda 300-800 obunachi bo'lsa, 380 obunachi bo'lsa, xudo xolasa shu uyni sotib olamiz. 380 obunachi egiladi do'stlar. 380 ta shu uyni sotib olaylik. Shu uyni sotib olsak shundagina men bu yerda xohlagancha videolar qilib, men yana aytgancha do'stlar, sizlar yangiligim bor. U yangilikni faqat men 353 ta obunachi bo'lgandan keyin shundagina aytib bera olaman, shundagina. Mana do'stlar bo'lmasa qishloqqa ketdik. Ana qishloqqa ham yetib kelib olyapmiz. Mana men o'zimning qishlog'imga yetib keldim. Yana ham juda ham uzoq, shu yo'ldan shuni borsanglar, shu Kevin McAllisterning uyida borasizlar. Do'stlar, men sizlarga yangilik deb aytdim. Albatta bu yangilikni hozir aytaman. Biz o'zimizga ofis ochdik. Mana shu ofis. Mana ofisga sal keyinroq turamiz. Hozir men sizlarga uyimizda sekret joy bor. Uyimda sekret joy desam, mana yaxshilab qaraylik. Yaqinda qishlog'imizga meteorit keladi deb sizlarga aytgan edim, lekin u narsa yolg'on bo'lib chiqdi. Meteorit albatta kelmas ekan. Tush. Har doim shu yerda yashayman. Tepada yashayotganim hech kim bilmaydi. Agar do'stlar hozir oyog'im sinaydi ishqilay, latishga ozgina qoldi ya. Wow do'stlar, bu yerni men ozgincha yopib qo'ydim. Faqat bu yerga menejer samolyoti xolos. Yana bu ofisda bo'ladi, mana biz ofisimiz, mana. Biz ofisimiz. Mana deb o'ylamayman, mana biz ofisimiz deb hazillashaman. Biz skladimiz, kichkina sklad, mana oldimizda joylashgan, 3ta sklad joylashtirib qo'yganmiz, mana. Bitta, 3ta. Buni sotib olamiz. Nega buni olamiz, sklad, mana. Eshigi ham bor. Shortgan sklad, bu ham yaxshi sklad. Endi bu skladlarimiz yaxshigina skladlar. Agalashdan bu yer mana o'zim ofisim, aynan mana bu o'zim qurdirganman. Ya'ni o'tganlar obunachilarimiz hammasi yo'q bo'lib qoldi. Mana bu yerlar. Ya'ni hamkasblarimiz xonasi, yana bu yer meni xonam. Bu yer meni xonam, 2-qavatdan bor albatta ko'rganinglar, PlayStation qarab turishni. 2-qavatda video olmayman, chunki keyinroqqa chiqib sal videoga qolarmiz, chunki 2-qavatda video olishim. O'zimcha bo'lganman, o'zim ta'kidlab qo'yganman video olishni. Mana endi narsalar tayyorlanamiz. Ya'ni video syomka narsalariga shu yerda tayyorlanamiz. Ofisimiz juda ham kichkina bo'lgani bilan, lekin ichi juda katta. Do'stlar, ertaga ochilishi bo'ladi. Ertaga indinga bo'lmasa Halloween bayram kuni shu yer ochib olamiz. Ya'ni Halloween bayram bo'ladigan kuni shu yer ochiladi. Menga qarayman, maylar ham turki oddiy narsa berilgan, bergan. Nima aytsam ularga? Oddiy narsa berilgan, mehr berilgan, bergan, mana qarab turibman. Mehr berilgan deylar. Ko'rishlar mumkin. Do'stlar, hozir videom juda uzoq ketdi do'stlar. Bundan men sizlarga uzr so'rayman. Qiziq video bo'lgan bo'lsa like, obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, yanamizda Halloween bayramiga shuni 31-kuni men sizlarga va'da bermayman, video chiqarishga harakat qilaman. 31-oktyabr kuni video qo'yishga tayyorlanib turaman do'stlar. 31-oktyabr kuni shu yer ochilish marosimi bo'ladi. Ham Halloween bayramini nishonlagani, ya'ni kechga Halloween bayramini nishonlagani
30-kuni bega ochilishini qilamiz. 31-kuni Eidda Halloween bayramini nishonlaymiz. Ya'ni Kevin McAllister video, yana bir bo'lsa, Kevin McAllister video bormaymiz. Agar 350 ta obunachi bo'lsa, shundagina biz bu yer ochilishini qilamiz. Ya'ni u obunachilar sizlar ungacha 354 ta obunachi erishishinglar kerak. 354 ta obunachi erishishinglar kerak. Ungacha u qachon bo'ladi bilasizlarmi? Agar shungacha o'sha men aytgan sanagacha sizlar obunani yig'ib qo'ysanglar, shundagina kanalimizga yangi videolar chiqadi va u ilhom narsalardan foydalanib, men sizlarga yangi videolarni qo'yib, qishlog'im haqida ozgincha suhbat qilib beraman. Hammaga xayr, obuna bo'lamiz. Like, subscribe.